Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga navbatdagi ko'chmas mulklardan bir qavatli 165 kvadrat hovlijani e'tiborlaringizga taqdim etamiz. Topolojiyani tushuntirib o'taman. Shu to'g'riga o'tadigan bo'lsak, arxivni oldiga chiqamiz. Arxiv ko'cha desek ham bo'ladimi? Bu ham tomonimizni tushuntirib o'taman. Shu svetofordan o'ngga ketsak, bolalar shifoxonasi, детский больница tomon olib chiqadi. O'ng tomonimiz. Chap tomonga ketsak, kotelniyazlar. Gençler kotelnisi sizlarga borib ko'rsatib o'taman. Bu yerda yana 18-avtobus o'tadi bu yo'ldan. Xullas, transportdan bu yerda muammo bo'lmaydi. Mana o'ng tomonimiz детский больница. Yan tomonimiz kotelniya. Yan tomonimiz Gaydar maktab, arxiv. Abulg'ozi Bahodirxon ko'chasini olib chiqarizlar. Hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari, video roliklarimizga shunday like'larni bosib, bizdan qo'llab tursangizlar, xudo xolasa har xil yaxshi zo'r joylarni sizlarga ko'rsatib boraveramiz. Video rolikimizni joyimizni oldiga borib davom ettiramiz azizlar. Mejodan kirib boriladi. Kompaktni, uyutni etib qurilgan joy azizlar. Mana buni alt fasad qismi. O'ng tomonimizda garajlari bor. Garajni xudo xolasa darvozalari qo'yib beriladi ekan. Bundan bemalol bo'laveringlar. Shu yana alt qismi ko'rinishi. Hadilar asfalt etilgan. Yo'ldan bir 15 metr giriladi ichana. Asa azizlar, ichki qismini o'tamiz. Garajni tushuntirib o'tdim, darvozalar ko'p beriladi. Fasad qismi. Uydan kirib boramiz. Top-toza joy. Shpaklovkadan chiqib, oboya qarab turibdi. Oq fon bo'lib turibdi. Mejodan kirib keldik. O'ng tomonimizda zinadan diklagan olsak, zali joylashgan. Zaldan tashqari 3 ta spalnyasi bor mana azizlar. Yon tarafimizda yana bir spalnya, birma-bir ko'rib chiqaveramiz. Yana bir spalnyasi. Laminat pol qilingan. Shpaklovkadan chiqib turib svetovoy оформлениyalar etilgan azizlar. Svitlar yoqib ham ko'rsatishim mumkin. Svetovoy оформлениyalar etilgan. Shpaklovkadan chiqib turgan joy azizlar. Yana bu dalan qismi. Dalan ham yomon emas kattaligi. Zal qismini ham sразу ko'rib o'tsak bo'ladi. Mehmonlar kelsa to'g'ri ishida ona zalga o'tiraverasizlar. Yana zal qismi bo'ladi. Zalning pesi garaj. Mashinalarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol darvozalar qo'yib bersa foydalanaverasizlar. Berilamiz svetovoy oформлениялari bitgan, qo'l etilgan. Yana shunday zal. Kattaligi yomon emas. Salkam 7 metr ekan o'zinasini, enini 3 metr. 3 lik zal. Eshiklarni ko'rib olamiz. Mana shunday eshiklar o'rnatilgan ekan. Ajoyib. Ko'p odam so'raydi, shu zolimdan tashqari 3 ta spalnyasi bo'lsa, dum zo'r bo'lar edi deb. Yana qaqras zolimdan tashqari 3 ta spalnya xonasi bo'ladi bu joyimizni. Svetlari уже o'rnatilgan. Bir spalnya, bir zalni ko'rib oldik. Yana bu yerda yana bir spalnya xonasi bor. Kichkina o'zina yarasha bog'chasi ham bor. Shashlik pishirsa bo'ladi. Go'mma, baliq qo'rsa bo'ladi. Shunday spetsial joyi ham bor. Buni ham ko'rib o'tamiz. Yana shpaklovkadan chiqib, oboya qarab turibdi. Pol etilgan, pol. Taxta pol. Dalani laminat. Yana bu yerda oshxona qismi azizlar. Yer oshxonasi. Oshxonasi ham kompaktniy ajoyib. Yerinde yine
Teplopolna nastroykasi, bundan tashqari o'zining kotyoli hammavacı tayyor. Bemalol ishlatib uyni qizdirishlaringiz mumkin. Shunda bu kuxnya qismi bo'ladigan bo'lsa, kuxnyasidan shuni eshik qo'ygan. Aytib o'tganimizda yana shoshlik pishiraman degan желающиlar uchun spesialniy messasi bor bu tarafdan uzunasi. Bemalol bu yerda kladovka qurib bersangizlar ham bo'ladi. Yomon emas. Shunda kuxnyasini, kichkina bog'chasini ham yurib oldik. Yana bu yerda yana bir spalnya xonasi bor izlar. Bolajonlar xonasi desak ham bo'ladi bu yerda. Ben yana uğulundan ham ko'rsatamiz. Yana shunga radiatorlar o'rnatilgan ekan. Xullas, joyimizni местоположениесini o'zingiz ko'rib oldingizlar. Chotki yerda joylashgan, bozor yaqin, maktab yaqin, avtobuslar yurib turibdi. Yana bunda yana sanuzyol azizlar. Juda suv qizdirish apparatlar, santexnikalarini yap-yangi top-toza qafilatilgan. Ondan yana kafiler meri chotki. Benim polis uskunalar ham o'rnatilgan ekan. Xullas, joyimiz umuman olib qaraganda zo'r. Yine ko'rib turibsizlar, kenglik ham yomon emas. 4 xonasi bor, 1 zal, 3 spalni. Undan tashqari ish katta daloni ham bor. Zinamiz tegib, medachuda narsalaringiz ko'p ko'rsangiz, bemalol yana eshiklar ham o'tilgan. Aziz do'stlar, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan uyimiz shu yerda. Kimda kim shu uyga qiziqqan bo'lsa, kelib, ko'rib, savdolashib sotib olishlaringiz mumkin. Videorolikni pastida telefon raqam, narx-navosi barchasi yozib qoldiriladi. Bunday like'larni bosib, kommentariyalarni qoldirib, bemalol svязga chiqaverasizlar. Yana shuningdek ajoyib joyingizlar. Sog' bo'ling, omon bo'linglar.